Milodiy 1147-yil Saljuqiylar sultoni Sulton Sanjar Xorazmga 100 ming askardan iborat qo'shin tortib keladi. Bu paytda Xorazmshoh otsiz Sulton Sanjar qo'shinlarini o'sha davrdagi mustahkam Hazorast qal'asida kutib oladi. Xorazmshoh otsiz sarkardalarga qal'a mudofaasini ta'minlashni buyuradi. Qal'aga yurish oldidan Saljuqiylar sultoni sarkardalarga shunday buyruq beradi: "Huzurimga shoir Anvariyni chorlang. Sen shunday g'alabaga undovchi she'r yozginki, uni o'qigan Hazorast qal'asidagi askarlar ruhiyati tushsin va g'alabaga ishonchi yo'qolsin." Shoir "Xo'p bo'ladi sultonim" dedi-yu chiqib ketdi. Ey shoh, Sanjar mulki jahon mavjudot sengadir. Taqdir va toli yor bo'lsa, koinot ham sengadir. Bir hamla ila bu kun Hazorastni ol, ertaga butkul Xorazmu 100 ming ot sengadir. Askarlar shu nomani qal'aga o'qyoga bog'lab yetkazishdi. Uni qo'lma-qo'l holda qal'a mudofaachilari Xorazmshohga uzatdilar. Xorazmshoh otsiz uni o'qib javob tayyorlashni saroy kotibi shoir Rashididdin Votpotga topshirdi. U quyidagi baytni javob tariqasida bitdi: "Ey shoh, yoving Rustam kibi zo'r bo'lsa beshak, sening Hazoraspingdan ololmagay hatto bir eshak." Qisqa misralarni o'qyoga bog'lab Sulton Sanjar qo'shini tarafga zarb bilan otildi. Uni o'qigan Sulton Sanjar qahrdan ko'zlari chanog'idan chiqay deb shunday deydi: "Ana shu shoirni tutib, tillarini kesib, so'ngra terisini shildiraman. Hazorastning kulini ko'kka sovuraman" deya hujumga deb buyruq berdi. Unga javoban Xorazmshoh otsiz qal'a mudofaachilariga qarata: "Ey Xorazmning jasur o'g'lonlari, yovga o'lim, vatan ozodligi uchun olg'a" deya jangga kirishadi. Samarqand saykali ro'yi zamin ast, Buxoro qubbatil islom din ast. Hazorasp qal'asi xo'p joyi mahkam, Xivai firdavsi Rabbin olamin ast.